Abdullah. Tez. Abdullah. Abdullah, nimanda qilsiz? Kichik boldak chaqirmoqchi o'rningizdan turmaydi ekansiz-ku. Oy. Abdullah. Nim bo'lgandi? Abdullah. Nim bo'ldingiz? Ey. Akşam beşim ağrıvatı da davatıdın. Qandaq? Endi saqib qağa o'xshamamsa? Ha? Ey. Pisa. Opa, tuz bo'g'ini. Apa, ma'amsiz yo'q. Endi ma'amsiz biz ketaveramiz. O'choqda do'nga kelganda harvani kim ishtirish berdi? Shu emasmi? Bo'lmasa odam sizni o'tkazib qo'ysin. Uxlaveramdiki. Ala. Sizlar texmin aldiratqidek bo'ldinglarmi? Qara bularni. Apanglarni shaharga doim olib yursam, uylik ishlarni sizlar qilamsizlar? Bo'ldi. Men ularni evilanglar. Ala. Kechda nima yeginglar ba? Ha? Nima yeb beray? Ha, bolam. Opa, komand segim bor. Apa, maktab berishni unutib qolmang. Ukamdan sinf moderi chiqatim dedi. Nima? Uch bo'lmsam choqir deyordi. Uch qilmsam. Voy, xotirjam bo'linglar. Bu balla hech qanday cho'ng chataq chiqamaydi. Voy, qog'ozlaringizni yig'ishtirib. Maktabga o'zim berib, muallimlar bilan ko'rishib kelaman. Sizlar xotirjam bo'linglar, ha? Ma'qulamsiz. Tushda yolg'iz qoldim deb tamoq yeyishni unutib qolmang yana. Mendan ansirmigina? Ey, chaqaraq bo'linglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar keldingizmi? Ha. Maryam ada, men 10 kilo sutni quyatdim ha. Salomat turdim. Tinchlikmi? Oy, sani qacha sizlarmi kirdimi? Oy, sani qacham kiribdi-ku. Qandaq tinchlik Maryam bolam, tinchlikmi? Xudoga shukr. Balam, avar qildigan bo'ldim. Mush sutni sotqach kelasizmi? Sotqach kelmamdigan. Rahmat. Men qo'yib eting. Buningdan tatmay akirivasizlar. Shunday qilay. To'ydan pachqirat xarajatimiz sutga qarashlikdan. Buni bilaman. Tag'amdan kesilib xili obdan bo'lib qolgandi. Xudoga shukr qizim. Xil obdan bo'lib qoldi. Pulni hozirlab berib eting. Oy, nim qilganingiz bu? Hozir ba'zim bo'ldi. Rahmat. Ma'qul hamma. Rahmat. Qo'shamsa kirib tursizlar. Hay balla, tez bo'linglar. Asta, nimanda qilgandi bu balla? Bugun tozimi kechikdi? Hey, balla, chaqqan bo'linglar. Bo'linglar. Tez bo'linglar. Xo'sh dada. Tez bo'ling qizim. Bo'linglar. Bugun tozimi kechikdik. Ishtiringlar. Abdullah Xo'shamisa. Mera birishid ekansa, qo'saqlaring eshitdimi? O sepray, ha? Qani. Ya. Qani, ishtiraylik. Xo'sh, qo'llaring. Xo'sh. Vaqtida qaytib kelinglar, ha? Kechirchilar, sizlarni saqlab qo'ydim, ha? Nega kechib qoldingizmi? Atdiganda ozroq ishim chiqib qoldi. Yordamchi. Keling. Men yordamchi. Rahmat. Maktabga chiqib. Astra. Saqlab qolgan. Akin. Bugun bek kechikib ketdingizmi? Hammanglarning vaqtinglarni olib qo'ydim, ha? Kechikisi yo'q, hech bo'lmaydi. Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan. Mana. Kechikadigan bo'ldim. Qanchalik olasiz? Menga 20 kilo ber. Birdan tutib turing, ha? Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan.
Yarım kilo alma dediniz. Ha, şundaq. Mana pul. Çaqqaraq bolsunuz opke. Aman. Yaxshi. Manga yarım kilo bering. Amaq. Heli xasiyet degan qiz ko'rinmaydi-ku. Tunogimmi kamidi, bugunmi kamidi? Hacimning o'yidagi xosiyatgan qizni demsiz? Rost ko'rinmaydi. Bir ish bo'lmaganda. Rahmat-da, xo'sh. Manga yarım kilo bering. Xo'jayinni ranjitib qo'ygan biz ketkizyaptimi? Yo'q, ketkizyapmidi. Tunugimni men uni taxi xo'ro deb qo'ydim. Ular süt almag'ili 2 kun bo'ldi. Ular almagan bo'lsa, boshqalarga setib bo'ldi emasmi? Süt qo'silib ketdi. Şoğunası, o kızga bir iş bulmuşla meyliği. O kızga neymiş bulattı, enstirmem. Kudayım sakla. Ay, Danyang, ni要多少？半公斤。Danyang，你腿好一点了吗？好多了。谢谢。那好啊。给。慢走。好，谢谢。赶紧告诉。Kimdi o? Oy. Kim o? Mana keldim. Bir gün turman deb ketib. 3 gün turganmi bormi? Tozimi haddingdan eshib ketding-ku sen. Oy. Bugunmi kelmagan bo'lsam, yolg'iz uyda o'lib qolsammi, enkimni chetib qo'ygudek odam chiqmasga, voy beshim. Oy. Gülnisa hacım, sizga nima bo'ldi? Oy, siz Men tövendiki do'qmishda süt sotadigan Maryam bo'laman. Qasiyatning süt ag'il chiqmag'iniga 3 kun bo'ldi. Shunga nimish bo'ldi ekan qarab boqay deb chiqib edim. Rahmat. Oy, Keslingiz xil ig'ir o'xshamamdi. hech qis yo'q. Avaylab men. Rahmat. Yetib aramaylam. Xasiyat turpanga tog'isini yo'qlab ketgan. Ay. Aycan. Uning ketishiga ham shunday og'rib yetib qoldim.
Bir günde kelimen dep ketibedi. Mana bugün 3 gün boldu. Mundaq dаңа, мен технимшік biraz süt ağıl çıkmaydı ki deptimen. Öyde başka bir kim yok mıydı? Eriniz mi öyde yok mıydı? Erinizin işi sizden xeyli çoğun oxşamamdı. Onun alemden ötkeniga 3 yıl boldu. Boptu, artık kaygırma. Oş, doğru yegengila kesel sakayıp ketmeydi. Ançı mınçı tamak yemesin bolmaydı. Men süt satqınım üçün sütünü maqtavatqınım emas. Sütünün rastıllı cıq kesellik paydısı ba. Aras, men sizge süt qaynatıp akırıp berey. Undaq qılmang, bu qançılık işdi. Men sizge onçılık iş qıp bersem, nim boptu? Bu aşkana öykende. Nim degen çıraylık. Gülnisa hacım. Atanınız ürümçi demeskende. Uruk tuqqan qeyrindaşlarınız qo'badı. Çögünü ne qoygandı? Şundaq çıraylık, yasıdaq öyde adam yalğız, yakki yigan yaşıganның nime mənisi? Çögün zadı nədudu? Ölüp ketken erinizning bala çaqa uruk tuqqanları yok miken? Oy. Gülnisa hacım, men sizni hacimede dep çaqıray, ya? Başqaça oylap qalmang. Men bu şundaq çepilga qaraq ayal. Ayal kişinin pul dünyası bolgan bilen eri balça qız bolmasa nim paydası? Oy, jığlamağa. Jığıdan nimi çıqıdı? Köңlüňizni buzma. Az sütni ısıqdılı içi bir. Elana. Boldula, nimiga jığlaysız? Köңlüňizni yerim qımağa. Men az sütni içi bir. Isıqdı için. Bu hacimning behmi talihi barken. Ölüp ketsin o yap-yaş ayalı hasırtın çekip oturuptu. O hayatçıydı. Tolumu abroylu kişiydi. Maň qaraňa hacimede. Her qança abroyluk bolsaqmı hamini ölümüz emasmı? Şoňsuz fürsatni çoň tutup baldırrak perzent yüz görüşünün amalını kılın. Bolmasa qeyriganda yalğız qalasız. Yeni kelip şunçalar yasıdaq azad öyde yalğız ottasыңızmı zerikmemsiz. Külüsüz go. Men hata dedim mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi bilek tartish. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi beden bıraş hareketi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Hala. Kızım. Oynadık. Bak oğlum. Sıra. Çapsa bunola. Oy. Oğlum bu yak gide. Ulan oyna. Aslan çeçinler geldi. Hocam sorguna. Oy. Boğulduk. Abdullah. Çeçine. Abdullah. Hey bulma. Baya kayıp gelin. Hey sizin bu yak düşüne. Boğulduk oynap Sizin bu yak düşüne değil mi? Boğulduk kamera çaşkını. Bak ya oğlum. Bak da. Ondan şu ha. Mahvol. Kara ha. Oy. Ha kızım ha. Oy. Oy. Ha attı. Ha. Oy. Oy. Hey siz mi çıksınız babam bu? Ha? Oy. Oy kilo değil mi? Hey, edamı bozacak kılma. Yok boğulduk ulan. Anne ben sana çocuğa. Boğulduk ulan Emre. Hayır ulan. Oy. Sadıgan ketay dadısı. Bugün sizge nim boldy? Şunçilik hisobatni tügütemaysiz go. Men go bu kemgeçe pul juturup koymagandym a? Hay, muşu berket bergen ağzыңызı. Bu öýüňde juturup golarek bir näse barmydy? Aras Meryem, men bugün mektepke berip muallim bilen görüşüp geldim. Aras, muallim nim dedi? Balımız bir iş deyip koymagandy a? Ýok, hey. Muallim kızımızny şäherge ötkep okutydyganyňyzy anlap bäk hoşup gitipdi. Xudoga şükri. Muallim bir ýerdeki otur mektepni okuty seviyesi bek töwen. O balla ali mektep ötenmeydi. Ötken takdirdimi otur teknikum bilen işçiler teknikumu gılı öteleydi deydi. O bizni yana yirakni körer ata-analar dep maqtıdı. Oğlumuznımı zihni bek uçukken deydi. Ula zade nemi demekdiken? Oğlumuznımı şäherge apyryp okutuňlar deydi. Oşning derdige toq yetmepdi degen şu da. Pul qarz elip kalı setip wagtymyz bilen. Keş yetip, säher turup, tirmişip işlep, aran kızımızdan okuş pulunu kamda bassak. Emdi, oğlumuznikiga näge barmyz? Gepning rastını desem, muşundaq tatvatkan japaýyň qarap ballarny şäherde okutuş niyetide yanamdike degendim. Nemi degeniniz bu? Men ballarymyznyň bizge okşaş muşundaq günge gelişini hergismi halamayman. Obdarak oýlanyp baksak bolam diken. Yotkanga bekip putuz tutuş gerek de. Bu gepiniz mi toğra? Herhalde biz tırışıp tırmışıp aval kızımızın olsun okutup alaylı. Keç op ketdi. Yaxşısı aramalaylı.
Balalarning ishini o'ylasamla, beshim qotadigan bo'ldi. Elimi yaxshi ishki bo'lib qopti ekan. Jiqroq bo'lgan bo'lsa, qandaqmi qilardik ekan? Oş, bo'ldi. Artıq başqa turmang-a. Biz tatmagan qaysi japa qamıgan? 30 koy pul bilan to'y qildik. Mana hozir bir umdan bir qiz bir o'g'limiz bor. Ya'ni texi 4 kalimiz bor-ku. Hey, ishki gapning bir bo'lsa shundaqli deydi ekansa. Sen o'zingni bezlab otamsa yoki menimi? Amsa, qanday qilamiz? Danga. Meningcha, haqlardan qaza paqamdiq ya. Ayting, kimdan olamiz? Eliqi savutdinchu. O o'g'ilni o'ylashning taraddudini qilsa, bizga pul berib turadimi? Emis eliqi terichi Davuddinchu. Osh, mening undaq na ahlilarning oldiga bo'yin qisib bag'im yo'q. Hey. Qandaqmi qilamiz? Hey, ras eliqi shahardagi sut oladigan xaridorlaringdan so'rab baqamsan ya. Qo'ying, shaharliklardan ham tamoq qilmang. Ular oshqan-toshqan qattiq quruq nonlarni sutga hisoblab o'tkazdigan tursa, bizga pul qarz berib turadimi? To'liq ham xiyol qilmang. Voy xudoyim, meni bir kechalik oqchashliq mo'may qilib etamdi kim odam. Bo'ldi, chiroqni o'chirgan yotimiz. Endi qanday qilsak bo'ladi ekan? Mana keldim. Voy, siz metingiz. Qani kiring. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi, rahmat. Qani uy kiring. Deganlarim to'g'rimi ekan? Kal sütünün haqiqatan foydasi chiqchimi? Mana chiroyingiz tunonkidan xeyli obdal bo'lib qopti. Rahmat. Maryam. Voy, Maryam singlim, nimancha avaro bo'lgansiz, ha? Tuzitqinman. Men sizga sutni qaynatib beray. Ko'ringiz qayerda? Men tep beray. Mana, men topdim. Nimancha avaro ketgansiz? Bu o'zimiz tergan qo'noq. Ancha-muncha qora oshliq yeb berganning odamga ko'p foydasi bor. Shunga ikkital og'ash kelgandim. Xasiyatga qaytib kelmadimi? Yo'q, texi. Agar siz uning qattiq gap qilamisingiz, men uning bir necha yig'iz gap qilib qo'yay. Uyingizda telefonmi bor ekan-ku? Qaytib kelamisa, telefon bo'lsin berib qo'ysa bo'lmamdi. Bola degan hamini bola-da. Shunmismi? Uni azroq qo'rqitib qo'ying. Ikkinchi unda qilmaydigan bo'ladi. Hojimada, men qaytib keldim. Voy. Ishni yapmay o'tirib ketibsiz-ku. Voy, Maryamada, yaxshimisiz? Xosiyat. Endi kelganingiz nemisi? Hojimadam og'rib, qattiq yetib ketdi. Sizmisa ishning yo'lini bilmaydi ekansiz. Endi ikkinchi unda qilg'chi bo'lmang. Vaqt to'shib ketibdi emasmi? Men ma'musam bo'lmag'day, xo'shamsa. Xosiyat, uzitib qo'ying. Marimada, xo'shamsa. Xo'shamsa. Maryam xonning kirishi bilan kesilimi yaxshi bo'lib, ro'y oldimi tuzilib qoldi. Ya Allah. Xosiyat, Ha? sutni akirib oldingizmi? Akirib oldim.
Yana uyda yig'ilib qolgan qattiq quruq nonlarni kallasiga bersin deb olib chiqib berdim. Bo'ldilar. Atili ko'rishaychu. Hesaplash mashinasi. Dinlab kelib boshqani Hada, bu VCD plastikalarını odalımızdaki ressam xo'shnimizning xizmatchisidan so'rab olib chiqqandim. Siz choy ichgach o'tirib ko'rib baqmay, men sizga qo'yib beray. Qo'yib beray, ko'rib baqay. Men chiqib ketdim, ha?咱们喝杯威士忌怎么样？好，快点。Hacimede, tekçi çaylarını içmekliği. Çayları muzlap kalmışsın. Çapsan içi vasla. To'xtaxonada men bilaman 3000 qo'y pul degan oz pul emas. Lekin yil oxirigacha cho'qim qaytirib beraptim. Siz men ko'p yordam qilgan, buni men bilaman. Biroq menda unchilik pul yo'q-da. 2000 qo'y olsun berib tursangiz. Lazini kilosi qancha? Xap bo'lmaysiz. Qanchdi? Bir qo'y 5 ming. 1 kilo beraman. Ma'qul. Qizim shahardagi to'liq o'rta maktabga o'tgandi. Rasli bagidagi olim yo'q. Meni xijil qilmagan bo'lsangiz. Bilamsiz. Shahardagi osh to'liq o'rtaga o'tgan bolalar ko'p emaskan, lekin mening qizim imtihondan o'tgandi. Qandaqlı bo'lmasin, biz bir nevri qarindosh tursak, qazi bergan pulingni qaytarolmay qolamanmi? Asta. Hey, maqara, senmi bilasan? Rizvangul nihoyat yaxshi o'qiyotdi. Mush yizi bo'yicha oldin qatorda o'qiganlarni Sancho, bag'diqigina. Biz uni shaharga gapirib o'qitiri degan to'q. Asta, o'yinchilik chiqpulni qachonmi qaytarib olalaydi? Shaharda o'qitaman degicha, yizda o'qiyvas bo'lmamdi. Mush yilning oxirigacha sendan o'tmagan pulni cho'qim qaytiraman. Agar qaytarolmay qolib qolsam, kallarimni setib bo'lsa-mu cho'qim qaytaraman. Voy, gapimni anglasang-chi. Men urug' tuqqan deb seni qishingga keldim. Sendan so'ma kimdan so'rayman? Ay, zubon sumaysan-ku. Jex, gap qilmay, men go'sht olib bolalaringga men sen go'sht deb kelmadim, pul deb keldim. Ha, bo'ldi. Keling. Qanchalik olasiz, ha? Ha, ma'qul. Hey, Abdullah. Uncha vala chechilib ketmang.
Bu tuqqanlardan men zadlı ümit kütüp bakmagan. Biz kembegal bolgandan keyin ular bizni nazarga ilmaydi da. Ularga halimizni aytgan bilen ular bir derdimizga yetmeydi. Özüңde yok, alemde yok degan şu da. Bu pul hacapmi özünü körsatdi. Opa, dada, qaytib Qaytib lan balam. Opa, bu ko'rsatkichim qarab beqinglar. Sinf bo'yicha o'g'illarning ichida birinchi bo'ptimi? Yaraysa o'g'lim. Appa, O balam. Bunun dekin texnik dada, qilishib muallimdan anglasam, meni shaharda o'qitmoqchi bo'psizlar. Bu gap rostmi? Bu gap rostmi? Berib apangdan so'ra. Appa, muallimning deganlari rostmi? Obdan balam. Biz şunun amalını qıvatımız. Acayip yaxshi. Rustam, opamning deganlarini angladingmi? Anladım. Men to'liq o'tirib maktabni shaharda o'qiyman deyman. Acayip yaxshi. Qanchalik olsiz? Merhamada. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Tinch turdingizmi? Qanchalik kilo olsiz? olay. Hacimedem undan turvatqan. Obdan turibdi. Oldidagilar tezroq bosanglarchi. Qandoq degan gap bu? Ma'qulamsiz. Men menga beray. Niye doşa? Ben Gonca. Bo'ldi, siz ishingizni qilavering. Bugun sizning vazifangiz tomoqni o'xshatib etishchimi? Ma'qul. Mehmonni men o'zim kutaman. Bo'ladi. Bering. Voy, Maryam so'ni. Keling. Qanday yaxshi turyapsiz, tinchlikmi? Yaxshi. Uyingiz tinchlikmi? Yaxshi, o'zingiz salomasa saqib ketgan o'xshamamsiz. Xudoga shukr. Qani shukri. Halatim sevdik. Voy, samsınız bo'ldi. Öyleriniz bek chiroyliqchimi? Shaharliklarning uylarini ko'p ko'rib edim, lekin bunda qashamatlikni ancha ko'rmadik ekanman. Alhamdulillah shukri. Shaharning hamma nimasi yaxshi. Shug'unisi, havosi yaxshi emas-da. Jiring singlim, jiring. Xaltangizni sevasangiz, shundoq chiroyli, sayt jamalli bo'lib ketar ekansiz. Qarang. Ballarning dadisimi doim shundoq deydi. Lekin bugun ko'zim ichilib qoldi. Qarang, sizning chiroyliqligingizni. Nədiki? Onda xijil qilma. Jiring. Qani. Xasiyatdan anglasam, meni chaqirtib ekansiz. Menga deydigan bir ish bormidi? Hiliq kuni osmondan tushgandekli paydo bo'lib qoldingiz. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, bunchalik shifo topmagan bo'lardim. Sizga rahmatimni aytay desam, uyingizning nadaligini bilmaydi ekanman. Shunga xosiyatni chaqirib kir degandim. Siz bilan birdan mungdishib o'tag'im batdi. Bu qanchalik ishni deysiz? Men faqat xosiyatga bir ish bo'lib qoldimikin deb ansirab, sutni og'ash kiribla to'g'ri kelib qoldim shu. Siz bekmi uchuq chiqishga qo'yalkansiz. Yana kelib qo'lingizdan bek ish keldi ekanmasmi? Mundaq maqtashlaringizga arzimaymanmi? Siz shahar sirtidan har kuni necha ton sutni kelib sotsiz. Harg'an ashqingiz demay turayli. Siz boshqalar bilan shundoq chiqishdi ekansiz. Ular bilan aloqangiz yaxshi ekan, mush ko'chirikilar hammasi sizning sutingizni oladi.
Atanız sizni o'g'il boldek g'ayratlik, jasoratli qilib beqibdi-ki. Onun ustiga siz gapga bek usta ekansiz. Meni to'la mazaq qilmang. Men tuzukmi gap qilolmayman. Bizning odam doim meni sening hamma yering yaxshi, shug'unisi gaping tutam yo'q tavassa. Lekin siz faqat yog'limi gaplarni qilmaydi ekansiz. Adam sizning gapingizni anglasa, ko'ngli lapida ichilib qoladi-ki. Bo'ldi. Meni to'la maqtab uchrayvermang. Bo'lmasa siznimi boshqa shaharliklarga o'xshash takalluf so'zning keyinda biror cho'ng hojatba o'xshaydi deb qolmay yana. Dada, xotirjam bo'ling. Men u maktabga kiralsam, cho'qim tirishib, yaxshi o'qiyman. Obdan qizim. Deganingdek cho'qim yaxshi o'qig'in. O'qish puliga kelsak, uni apanglar ikkimiz bir amal qilamiz. Nimali degan bilan shahardagi maktablarning o'qish sifati yaxshi. Bizning birdan bir umidimiz seni eng yaxshi oliy maktablarda o'qitish. Tirikchilikni, balalarni deb mushunda qilyapmiz. Bizning odam yosh vaqtida minbin bo'lib, mashqda bir nechtal qo'riqsin sundirib olgan. Shundaqdimi bir xayrati bor. Ittiz ishi uydagi malvaran shuningga qarashliq tursa, unga yordamlashmasam bo'ladi. Shundaq. Uyimiz shahar sirtidagi davan yesida. Dehqon xalqning qo'li qanchalik pul ko'rdi deysiz? Uning ustiga ikki balamiz bor. Uy shaharga yaqin. Qatnashmo xil qulaylik. Şunu buldur kuzda bir neçə tuyoq kalı setib elib, az tolub haçbirat xiracət qilib, xəşləhvatimiz. Xudağa şükri. Tiriklikdə niyetimiz durustlu bolsa, na ümid qalmaydı ekanmiz. Beşinizga hər iş gəlsə, yaratqan egam vaqti kelganda tegishlik jasorat, g'ayrat ata qiladi ekan. 10 yil ilgari chet elga chiqib edim. U yerda uzoqroq turib qolib, yotib xo'p qoldim. Chet elda bir necha yil turgan bo'lsam-mu, hammani yana o'z yurtga yetmaydi ekan. Mening o'z yurtimdan mehrimni uzamayotganimni ko'rib, o'lib ketgan erim mushu uyni setib elib, menga saramjonlab berib edi. Kim bilsin, rahmatlining umri to'liq qisqa bo'lib qoldi. Nima desam bo'pti ekan? Nima desam bo'la? Yeshi 70dan eshib qolgan odamning nimadan og'rinchiligi bor deysiz? Shunday emasmi? Bu gapchi u kishi bek boy o'xshamamdi. Shundaq. U to'liq puldor kishi edi. Dastlabda men u kishiga yotliq bo'lishni xohlamadim. Lekin u to'xtamasdan tuqqanlarni elchilikka evadi. Keyin hajiga bordim. Hajini tugitibla aram xudo kun kechiraman deb o'ylab, bu to'yga rozilik berdim. To'ydan keyin u mening o'tida kuyib, suyida eqib, xizmatini qilayotganligimni ko'rib, meni yaxshi ko'rib, e'tiborimni qildi. Shug'unisi rahmatlikning umri qisqa kelib, meni yolg'iz tashlab ketdi. Meni dog'da qo'yib ketdi. Onca valla qayg'uraman. Bu dunyoda o'lmaydigan kim bor deysiz? Bir yaşanğan kişinin tərdiga su bəgərlikimiz üçün savabını görürsüz. Rahmetlik hacım özünün ketib qaldığını ko'ngli tuygan çığı bana nurg'un dunyoni qoldirib ketdi. Shuncha ko'p ta'alluq qo'limda bo'lg'ashqa o'shundaq boyashab turmush kechiryaptiman.
Recep sen oldu. Undaq Sizga yig'lab ketdim. Hacimada, tamoq tayyor bo'lib qolgandi. Chiqib yeb olamsizlar. Tamoqni birdamda tayyor qildingizmi? Shundaqmi, Ramada? Men kelgandan beri Hajimadam sizni og'ziga tegmay maqtayotdi. Rahmat. Amiz chiqib tomoq yeyli. Tadınma ilinə, xasiyət çay qoyun. Mana. Birəsi bilən həmrə olub xızalansa, nemi deyən köngüllikə? Qəni. Yalğız adamның күні bəkmi təsdid edən. Hər qancha isil gıza bolsun adamның tiliği tetimaydı. Xasiyət ba emasmı? Menіңce o xil tüzükdək göründü. Oğu şundaq, lekin nemili degan bilan o degan xizmatkarda. Adam ko'nglidagi gapni ko'rganli odamga degil olmaydi ekan. Uning ustiga o'palida odamning holiga yetamdi. Bu deganlaringizmi to'g'ri? Meni ko'rganli ishga aralashgan deb qolmang. Siz bir hamroh tepasiz bo'g'dak. Yop-yosh odam hammani yolg'iz o'tamaysiz-da. Olamadsiz. Og'rib qolsangiz yoki qiyirganda qanday qilasiz? Choy iching. Erimning qazo qilib ketganiga 3 yil bo'ldi. Shuningdan buyon yolg'iz yashab kelyaptim emasmi? Ammo mushkullarda to'liq g'eribsinib ketyapman. Hilim yaxshi. Uyda televizor bo'lib qopti-ki. Bo'lmasa bu kunlarni qanday o'tkazatdim? Buni siz tushunmaysiz. Tushunmamdigan. Hayvanat qushlarmi jüpti bilan yashaydigan tursa, odam yolg'iz yashay olamdigan. Obdan singlim, yog'dek gap qildingiz. Men bugun sizni yordam qilamikin deb maslahatga chaqirgandim. Nima? Meni da'vatamsiz? Shundaq. Mening mo'g'u do'st yaran tunish bilishlarim bor. Lekin ularning ko'pinchisi taqvodor hojimlar. Ham hoji xonimlar. Ular bu haqda shirib ig'iz ochmoqmi tez. Ota-ona, qarindoshlarimga kelsak, ular Urumchida emas. Ularga degan taqdirdimi, ular nima deb o'ylab qoladi deysiz? Choy iching. O'zim topay desam, mush saloyitim, mush turqim bilan ayollar aralash to'plangan o'yin tamash so'rlarda jursam, haqla meni nim deb qala deb gap so'z chechakdan qo'rqaman. Tul ayolning kuni haqiqatan taskin. Ko'nala pul bo'lsa jangalda sho'rpa degani bilan, lekin pulmo hammaga qodir emas ekan. Shunday emasmi singlim? Ikkalan azaldan ko'rishib baxmagan. Lekin siz iliq kuni menga shunday yaxshi yordam qildingiz. Bu mo Xudoning taqdiri. Bizning ochiq-singillik rizqimiz qo'shilgan o'xshaydi. Shunga sizga to'liq ishonsam bo'g'dak. Mubada urug' tuqqan, xulum xo'shlar, tunish bilishlaringizning ichida o'zi yuvosh, samimiy, muloyim birasi bo'lsa, surishti qilib baqqan bo'lsangiz. Albatta, bu ajringiz uchun sizni o'bdan rozi qilatdim. Menga qadamingizni quruq qo'ymaydim. Hergiz undaq deyman. Siz meni shunchalik nazaringizga ilib, menga shuncha ishongan yerda, men albatta loyiqda ish tutaman-da. Lekin bilmadim, sizga qandayroq odam undaq demisingizchi, men sizga to'liq ishonayotgan yerda siz bo'pti.
bu ishni men bir o'qishib boqay. Agar muvofiq bir as chiqsa, men sizga darhol xabar qilaman. Vaqt bir yak berib qapti. Oy, Endi mangmasam, bolalarning dadisi xafa bo'ladi. yana birdam o'tlasangiz bo'ladi. Quruq xo'sh qaytadigan bo'ldingizda. Oy, to'xtang afkam. Sizga ikki qiz gapim bor, ma uy kiring. Kiring. Aldirmang birdam o'tiring. O'tiring afkam. Bu sizga tayyorlagan azroq sovg'amni qabul qiling. Hech ish yo'q. Bu nima ish? Yo'q, undaq demang. Bu mening kichkina ko'nglim. Bunda qilsangiz qanday bo'ladi? Bu 2000 qo'y pul. Ikkimizning yuz ko'rish so'g'isi qolsin. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bu mening azroq ko'nglim. Men texsizga ish qilib bermay turib, bu so'g'lan olsam qanday bo'ladi? Men qilgan yordamingizga aytadigan rahmatim boshqa texi. Tuz qilmay eling. Meni hijil qilmang. Buni hargiz olamayman. Hargiz undaq demang. Ikkimiz ochi-singildek bo'lib qolgan tursak, yan texi. Meni yod ko'ryapsiz singlim, undaq qilmang. Eling. Yo'q. Xosiyat, bir so'lay holda chiqmay. Meni to'liq osal ahvolda qo'ydingiz-ku. Yo'q, undaq demang. Hargiz undaq demang. Endi bularni olamanmi? Voy, bu kichkina narsalar-ku. Mana akeldim. Akram. Stanim sachchilik bu endi. Ha, bo'ldi. Malonni sevitayli. Bekli aldirab qoldingiz. Yana birdam o'tlasangiz bo'ladi. Rahmat, elimi toza o'tladim. Qondirvag'im batdi. Qo'nib qolgan bo'lsangiz ikkimiz toza mung'dishatdik emasmi? Rahmat. Bek koyib ketibsiz. Yo'q, men bo'ptamsa. Buni ilib eling. Yo'q, bo'ldi. Endi buni olamayman. Yo'q, undaq dema. Amsam zot bo'lmaydigan o'xshamam. Amsiz men xaf bo'laman-da. Ma'qul amsa, men cho'qim bir amalni qilay. Yo'qab ketmay. Xo'sh. Bundagin kep turing, ha. Xo'sh amsa. Xudoyimga amonat. Ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum qizim. Hozir uyda bormiki? Bor. Qani kirishdilar? Qani kirishdilar? Hojimada, mehmon keldi. Mana. Oy, Assalomu alaykum. Misajim, teshtiribmi? Tallar salomatmi? O'zdirchi teshtirdimi? Teshtirdilar. Kelsa teshtiribmi? Teshtirdilar. Qani siz quriydingiz? Qani. Qani xo'sh. Amin. Allohu akbar. Qanday teshtiriblar. Hammalarning uy ishchilari teshliqmi? Teshlik. Hozir xinim o'zlarini obdan to'limiki, sizlarni og'rib qopti deb sizlarni yo'qlab kelib edim. Unda xil yaxshi bo'lib qoldim. Xudo shukr. Rahmat balam, rahmat. Rahmat qizim. Rahmat. Qani choyga bersanglar. Qani. Asla. Nima istayapsiz? Tamaka. Xapovatamsiz? Albatta xapolayman-da. Man qara. Mushu bir necha kundan beri hadislik kechida kelgan bo'lib qolding. Sen sütungni satmay, dallollik qilib o'tamsan. Nimanchilar satib qilgansiz? Men ikki bolaning onasi bo'lgan ayolingiz-ku. Haq samimiy ko'ngli bilan yordam so'rayapsa, yana bir talay pul bergan tursa, men shu bolalarimizning o'qish pulini g'amlab olamizmikin deb shunday qilyapman-ku. Ha, ma ahmaq xotin ne? Xotin, mush 2000 so'm bilan bolalarning shalulatdimi? Mush 2000 so'm bilan ash xotinning shalulatdimi?
Bundaq rezlikini. Biz har qancha namrat bo'lsaqmi, kunimiz qadravol o'tayotdi-ku. Kishilarga unda qo'l sunmayli. Xudoga shukr. Balamiz xili aqlliq cho'ng bo'ldi. Agar pul topolmay, dashad o'qitamasak, bizga o'xshash dehqon bo'lib ketar. Yo'q. Men bolalarımni oliy maktabda o'qitqinim o'qitgan. Ularning bizdek bo'lib qolishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Bir urma. Dada! Dada! Balam. Oppa, keldinglarmi bola? Aka sumkangni. Dada! Terlab ketganingni Ne qara. bo'ldingiz? Hech nima bo'lmadim qizim. O'zlaringlarni shu balam. Darsinglarni tayyorlanglar. Men topshiriqlarimni ishlab qo'ygandim. Dadamga yordamlashay. Kechiring dada. İşimizni qilaylik. Opa, men topshiriqimni ishlab qo'ygandim, Maqsud bola. Bak. Elingning tuzini yegaysan halol. Tuzchining oldida bo'lmagan malol. To'pongdan nima uchun yasal suqsa, tuzi yo'q tuproqdan tutmagay saqol. Ozg'ina ajrimga qilma tamanno. Maqtanchoq hech qachon bo'lmas dana. Ajrimning qimmati zodiqonchilik, xaloyiq bargisi o'rinliq dana. Balam, sen bir tal yedin. Qo'lingni avayla qizim. Dadisi, sizin bir tal yap qo'ying, ma'qulmi? Yemayman. Kompyuterimni aldamoqchimi? O işte, xiyolingizda men sizni aldab etdim-da. Gap qilsam hadini oshib ekanda, o işte. Bo'ldi, nima? Hacimede, çayını akırıp koydum. Hacimede, bugün burunrak arımasla. Koş balam. Hacimede, gözlerini açsıla. Sütçü Meryem edem kepti. Kim o? Sütçü Meryem edem. Hiliq sütçü ayalma. O sizni pek saklap ketdi. Oy, nemişki meni baldırak oğudu etmediniz. Çapsarak bolun hemisi. Meryem,
Yaxshitirdingizmi? Tinchlikmi? Tinchtiribsiz. Yaxshtiribsiz. At deganda sutni setib oldingizmi yoki men xo'sh xabar yetkazgili kirdingizmi? Meni afu qiling. Qaraganda men siz topshirgan ishning hudisidan chiqqanmig'idekman. Kecha tun bo'yi o'ylab chiqdim. Lekin sizga loyiq keldik bir odamni topolmadim. Men taniydiganlarning hammasi dehqon odamlar ekan. Shaharliklardan sut oldigan xaridorlardan boshqalarni tanimaydi ekanman. Men yordamimni sizdan ayamayman, lekin hozircha bu so'g'larni sizga qaytarib turay. Dastan keling. Avval çay pay içeyli. Xosiyat, çay akiring, ha? Mana hozir. Shundoq. Rahmat. Bu ishda sizni qiynab qo'yibdiman. Buning kishidan yordam so'raydigan ish emasligini cho'qim bilishim kerakdi. Unda qilmang. Yig'lamang bo'lamdi. Bu dunyoning ishlarini oldin o'lcharlamak to'limi taskin. Hajiga berishdan ilgari men bu kishilarning zo'q kaygidak moda qizlardan itib talay yigitlar kaynimga kirgan. Tanlab toz uchrabdi degandek. Qo'lidan ish kelmaydigan bir noahli qimavozga tegib qopdiman. Onun bilan 3 yil uy tutdim. Arada bir farzandlik bo'ldim. Balamni otsiz yetim bo'lib qolmasin deb tishimni tishlab hammadaki bardoshlik berdim. Lekin ko'p o'tmay bechora qizimda qizil chiqib qoldi. Uyda pul bisatning hammasini u quttirib tugitib o'tkazishga bechora bolamni davolash amalsiz qoldim. Balaning ko'z oldimda o'lib ketayotganiga qarab turmoqdan boshqa amalim bo'lmadi. Keyin Xudoning irodasi bilan bu hojimga uchrab qoldim. O kishi yesh cho'ng bo'lsa-mu, muloyim, oq ko'ngil, yuvosh odam edi. Gerçi o ko'nglimni olamagan bo'lsa-mu, menga intayin kuyunatdi. Holimga yetadi. O kunlarimiz to'limi tez, shunday ko'ngillik o'tgandi. Ama hozir mana 9'um telligidek bo'lsa-mu, lekin yolg'izlikdan o'zimni yana bir sho'r peshan ekanligimni his qildim. Belki men maqsadimni aniqroq tushuntiramiga o'xshayman. Men hargizmo atoq obro'y, nom nasab, pul boylik deganlarni qo'g'lishib yurmayman. Menga faqat samimiy bir odam bo'lsa bo'ladi. Menga faqat bir hamroh bo'lsa, holimga yetgudak bir odam bo'lsa bo'ladi. Bu qandaq mushundaq bir odam tepilarmi? Tepilibmi qala?
Lekin tushundim. Men tushundim. Bu nima qilganimiz? Konularda odam kiyim bilan oddiga bilan degan gap bor. Odam o'zini tuzimis bo'lmaydi. Mao 3000 ko'yni ag'ash ketdim. Agar qo'l qisqaroq odam bo'lsa, mush pul bilan usti boshlarini o'ngshivassin. Odam sat emas, kiyim sati deydigan gap bor emasmi? Masalan, sizni olaylik. Agar sizmichi bir qo'r chiroyli kiyim kiysangiz, ravrus kirim qilib, yana bir jirish siz bu zinat taqab yiqma, rosa ko'zning yig'ini yeydigan soyib jamonlardan bo'lib ketsiz. Sizni ko'rgan kishilar og'izni ichib qoladi. Oy. Keyin sizni-chi ayrim rozi qilolaman. Siz avval mening gapimni anglang. Ben o'tganda gapning hammani sana deb bo'lgan. Endi yana bu pulni ko'tarib kelsang. Uningga bir loyiq deb bersakli bo'lmadimi? Bizdan nima ketadi? Uning ustiga biz hozir pulga shundoq ehtiyojli tursak, qizimizni o'qitadiganga pulga ehtiyojli deb faqat 5000 so'mni qaqchoq chiqsa qanday bo'ladi? Bu qaqchoq qilganlik emas. U o'zi badi Abdulla siz to'xtab turing. Ha nima? Bu pulni men bolalarni o'qitishga Dallollikqa topgan pulga men bolalarni o'qitmayman. Bu nima degan satgap? Bu pulning keragi yo'q. Pulni siz olmasangiz ne gap apa? Qanday degan gap bu? Bolalarning o'qish pulini qanday qilamiz? Qizimizni pulimizni qanday o'qitmoqchi? Siz deb ketma. Bo'lmaydi degan gap bo'lmaydi. Bu uyda men deganim hisob. Endi qanday qilamiz? Senin gapinga kirib, odamni izlab baqdiq. Biroq hech qanday natija chiqmadi. Baka adam beka, shapalchiligimiz qoldi shu. Nima degan avorchilik? Pulni qaytarib o'tayli. U pulni men allaqachon ishlatib bo'lgan. Nima? Shuncha jiq pulni ishlatib bo'ldingmi? Shahardagi to'liq o'rta maktabga qizimizning 1 yillik o'qish pulini to'ladi. Dadingizning ko'ziga tushgan ahim davolatish uchun 1000 yuan berdim. Qo'limda yana nima qolatdi? Hey, hamakat xotun. Bu ishni bitirib qilib bo'lmay turib pulni hajlab bo'ldingmi? Ma xotunning ahmoqligini aplajama. Sen hamakat xotunning gapiga nima deb kirgandi men, ha? Jahondagi erlarning eng ahmoqi xotin kishining gapiga kirdi. Mana men gaping kirganiga men bu ahmoq.
Ay. Man qarang, men bir amal topdim. Qanday amal topding? Qanday amaling bor? Eringni ichqib satmoqdan boshqa amaling yo'q sening. Sitvatsam-chu. Hey? Ha? Rost setyapsan? Qara seni. Oy. 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 Hey? Hacı xonimga meni berib etmaydigansiz? Men sizni shunday yaxshi ko'radigan tursam, rostini berib yetdimmi? Rostdan berib o'tdimmi deysan? Yolg'ondan berishing bormi titaqa? Sen-chi, mushu susatqandan beri o'zgarib ketding. Meni kesalman, pul topolmaydi demsan, ota-onaning ishi ko'p demsan. Sen mushni bana qilib ajrashmoqchiman? Pul deysan. Sanzada qanchalik pul lozim-te? Eğer sana pul lazım olduğun bolsa, kallarını çıkıp sütütüle, ölüm sütütüle. Siz nimandak mening maqsadimni tushunmaydigansiz. Qanday qilsa bo'ldi? Siz zat maqsading nima edi? Nimandak yo'lsizlik qilasiz? Kim yo'lsizlik qildi? Mening gapimni anglab baxmamsiz. Men sening gapingni anglagan. Endi sen meni do'stbek qilasan. Ko'rinish uchun mundaqli berib Sen birlar Allah'ını deysan. Nimandaq doimli yerim kecha so'qishib odamni uxlatmaysizlar. Gapinglar bos chiroyli qilsanglar bo'lmamdi. Bu Dada, appa, yenile mening o'qish pulimning jedilimi? Bo'ldilar. Pul uchun emas, balam. Bo'ldi. So'qishmanglar. Men bu shaharda o'qimay, bo'ldimi? Balam, biz o to'g'riliq so'qishmadik. Bo'ldi, chiqib uxlanglar, balam. Chiqib uxlanglar. Jirafkam, uyqumizni uxlaylik. Men bu shaharda o'qimayman. Dadam bilan kala boqaman. Kaladan yuzni baqsaq-ku, mushjidal chiqmas. Anlamadimsiz, gapimni anlab beqing. Ham xiyol qilma. Siz bir ko'rib qo'ysangizlar bo'ladi. Undan keyin Mumkin emas. bir mezgil o'tkazib, bana topib. Bu gapingni anglamayman. Nechasimiz chiqisholmaydi ekan deb qo'yib kelmamsiz. Men hargizmi bormayman. Shunda qizaqlar u pulni qaytarmoqda yo'q. Yana bir oz pul undirib olaymiz. Uxlamay tush ko'ryapsa. Hozir tun yerim bo'lib qoldi. Bolalarning qiymatini qilyapman. Emas o'zing bor. Sotmoqchi bo'lsang o'zingni sot. Ko'chada undaq ayol ozmi-te? Yuzingni serib etib, ko'ch xotinlarini dorab, ko'chilg'i chiq. Abdullah! O lanet tekkur! Ma'qul. Bolalarım müşahede kalıp aksın. Ben nima degan shu peshona? Ey bo'ldi, baqaman. O'g'lim ketib, vallahi o'g'lim ketib. Vallahi o'g'lim ketib. Afsuski shumi.
Hacimede, almını ne koyay? Әкелің, маған бер. Atan kamı, latan mı deb, əsli sizlə. Latınız kamken emas mı? Bu kiyimlər sizge bəkli yarışıp getdi. Əgələ? Hoş, sərralıqlığınızın çandırmana. Ay, şuna. Düşküm yok. Oy, nemi daqılsız? Oldu qaytıp giteli ço. Şuna, kep boğan nemi daqılsız? O siz... Uyu, ikinci qavatda. Ben ustam, rahmet. Şuna. Maqara, kirmeyli ço. Ay, nemi daqıldığansız mene? Kirmeyli. Men şu tapta kirip koysamlı çıkamaydıqandek tuyulup atıdı. Maqıl digine kirmeyli. Kirmeyli. Acab kızıqkensiz, ixtiyar özünüz tursa, haqsızını nem qılalaydı? Meni qızğanlığından qarğanda o bir saat xodda oxşamam da. Yakı olmasa terkisli var mı ya? Ulanın bina kirip kelganligini ko'rgandim. Uyga tex chiqirmayotdi o. Xasiyat, siz kirib ishingizni qilgan bo'ldi. Ma'qul. Qiziqkan sizga mamam. Manga xuddi kirib qo'ysamli chiqolmaydigandek tuyulib atadi. Undaq bo'lmaydi. Menga. Ay, to'xtam. Uni ko'ribla o'zgarib qolmang yana. Nimalarni da'vatqansa? Rastayma qiltaq ilinib qolmang. Amisi. Bo'ldi, chirang. Oy, ular kelgan o'xshaydi. Men. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Qani kiranglar. Tinchlikmi? Tinchlikmisiz. Qani, yuqori chiqaylik. Qani xo'sh. Allahu akbar. Tinchlikmisiz. Bu kishi erimning bir navri enisi bo'ladi. İsmi Abdullah. Tinchlikmisiz. Bu yoq men sizga doim gapini qilib beradigan
Gülnisa hacım buludu. Xosiyat. Eklang. Qani, choydan iling. Rahmat. Biz yo'ldan o'tib ketayotgach, kirib o'taylik deb kirgan to'q. O'zlarini bak avar qilib tutdiq. Undaq deyman. Hacı madam degan. Jahon ko'rgan ayol. Har qachon mehmonlarga dasturxon ekan. Tatınmay, meseleyi biqinla. Çay için. Appa! Dada! Appa! Biz keldik. Biz qaytib keldik. Appa! 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 Hadi, dadamla apam yoqtirdi-ku. Tazı obdan yedik. Dua qilib beringlar. Oy, tuzuk yemey. Nim qilganinglar bo'lsa yedik. Obda yedik. Bak o'xshab keldik. Sizdan kelsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. O'zini bak qayta tutdiq. Ma'qul amsa. Men mushinchilik o'tiray. Bolalarning maktabdan keldigan vaqti bo'lib qoldi. Menmi qaytay? Siz Hacı madam bilan birdan paranglashib andan qaytasiz. Men qaytsam bo'lmaydi. Yana birdan o'tirib choy ichib olmay. Tazı avar qildik. Birdan o'qasangiz bo'ladi. Xo'sh. Unda xo'sh to'xtab turing. Ben sizden kaldım. Ben yemeğim. Avval qarab nima demamsiz. Ma'qul amsa, men qaytay. Qo'rqib qaytgan bo'ldingiz, men asosan bolalarga aytdim. Yana bir necha avar olib ketibsiz-ku. Bo'ldi, uzatmang. Mehmon yolg'iz qolmasin. Bo'pti, amsa. Ma'qul, xo'sh. Xosiyat. Mahadashni uzatib qo'yg'ash, taksi sep qo'yganchimi? Voy, bo'ldi. Bo'ldi. Tomoqni bolalarga og'ash ketdim. Rahmat. At kelish unutib qolmanchimi, amsa? Xo'sh. Uyga chiqib olsam-ku. Uyga bo'lmadi. Tazim uzoq keldingiz-ku. Birdan paranglashib o'ltirib qoldik. Qanday bo'ldi? Nimalarni deyishdinglar? Qanday qilatdi? Men sizni rostila chiqishib qolsin deb ivatmagan. Abdullah. 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 Kopong'a mangayli. Turung'a.
Dada! Dada! Apam mağaylı deydi. Dada, kopun Rustam, kopamağımız. Mağaylı. Rustam, mağay. Dada, biz ketdik. Opa! Opa! Apa, özlerim, komak diyemiz. Hey. Aldın mı? Aklımdan birden turib barman, maqul xo'sh. Hey. Qanday olding? Valla teşekkür. Sizin vaqtda chiqdingmi? Telefon qilib turaman. Hey, aldın mı? Kechda barman. Maqul xo'sh. Voy. Hacimede. Teştiripsiz. Teştirip. Ondan turipsiz. O'ldiring. Birden usuzluq bilan to'rt akiling. Bo'ldi. Uy ichingiz tinchlikmi? Tinchlik. Bizning haliqi tuqqan pisantingizga yaradimi? Qanday qaraqki? Yaramamdigan. Shundaq o'tdan tuqqaningiz borligini sadla o'ylamabdi ekanman. Turqidan yuvosh, muloyim kishidek qiladi. Shundaqmi? Men tex sizni jahon ko'rgan ayol tursa, bizdek saraliqlarni yaratmasmikin deb edim. Undaqmi bo'lamdigan? Saraliq bo'lsin bo'pti. Mening ota-onammi saraliqdi. Eling-a? Sizni xato tanlamabdimanmi? Sizning sababingiz bilan bir yaxshi odamga uchragandek qilaman. U ilgari xeyli dard tatgan odamdek qiladi. Dada! Dada! Ha? Xo'sh emisi? Xo'sh. Qizim, Dada! darsni tushdinglarmi? Ha. Jirim, qaytaylik. Dada, siz yana shaharga kiribsiz-da? Men adigan sizni akirib qo'yg'ini kirganingizga tax chiqib ketmadim. Maktabga kelgan tunji kunilar saboqdoshlaringiz bo'zaq qilib, sizni yig'iltib qo'ymishsin deb chiqib ketmagansiz. Dada, siz bek yaxshimi? Qanday qizim? Yaxshi bo'ptimi? Bo'pti. Nima? Qanday qizim? Burunqi yiz maktabini qaraganda bu maktab yaxshimikan? Yaxshi. Muallimlaring, saboqdoshlaring-chi? Yaxshi ekan. Bizning sinfda cho'ng boshliqlarning baldirdimi nafsi bor ekan. Ular mening izchil, ishda yaxshi o'quvchi bo'lib kelayotganligimni anglab, menga nihoyat hurmat bilan muomala qildi. Muallim sinfda opam ishqalarimni maqtadi. Sizni maqtadimi? Ha. Muallim sizlarni yiroqni ko'rar, g'oyalik ota-onalar ekan dedi. Dada, ukamni mush maktabda o'qitaylik-chi, dada, ha? Endi qanday qilay deysiz? Meningcha, u kishi bo'g'idek. Bo'y turqimi joyida ekan. Uning bilan bir mezgil oralashib ko'raymikin deyman. Durust. Avval sinab ko'rib beqing. Keyin chiqishamay qolmang. O'zingizga ma'lum, men haji qilgan. Uning ustiga tul qoldim. Bir kishi bilan to'y qilmagan ahvolda aralashib yuraversak qamlashmas. Shunga meningcha nikoh o'qitib tursak bo'larmikin? Agar muvofiq ko'rsanglar, hozircha u mening uyim turaversin bo'ladi. U chaqda o'zaro tushunishimizmi oson bo'ladi. Nikoh o'qitamizlar? Agar qo'shilmasangiz, bo'ldi qilsaqmi mayli? Yo'q, men emas. Meningcha, men u nima deydigan da'vatim ana.
Sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Keyingi ishlar taqdirining o'rinlashtirishiga bog'liq. Ikkimiz chiqishib qolgandek, uning bilan mo chiqishib qolamiz. Bu so'mkadagi pul minnatdorligimiz bo'lib qolsin. Bunday qanday qilmay eling. Qarsam, uning o'qishida kiyimlari qilib ekan. Boy bozordan bir qur yaxshiroq kiyim olgandim. Ag'ash keting. U almashtirib olsin. Eling, bundan keyin urib tuqqanmi bo'lib qolamiz balkim. Bo'pti amsi. Hargiz tiz qilmang. Shundoq bo'lsin-ku. Ma'qul. Ma'qul, xo'shamisa. Atda bizni uyga bir kapkasini etib qo'ying, ha? Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Xo'shamisa. Bu Kabe Beytullah mı? Ha. Hay, nima degan haybatlik ha? Demak, sizlar bu yerga berib tikanlar-da? Shundoq. Men borgan. Agar rizqimiz qo'shilib qolsa, sizlarni Makkaga olib beraman. Menimi? Ha. Ikkimiz ibodat ham ziyorat qilg'ash, oz-to'la tijorat qilib kelamiz. Yo'q, bo'lmaydi. Men borolmayman. Voy, bu nima deganlari? Hargiz undaq deymizlar. Hey, qarsam, toz xushal emasdek ko'rindilar. Ko'ngillarida bir ish bormi nima, ha? Turmush deganning bosh oxiriga bir nima demak ta'skan. Mening shundoq yaxshi bir oilam, bir qiz, bir o'g'lim bordi. Qayg'urmisizlar. Men sizning hamma azoblarini unutildirman. Men mana shu o'yla o'zlarining kelib igdorchilik qilishlarini kutib turibdi. Azroq pul olib berib, uylaridagi ishlarni izg'i selvasizlar. Bolalarni obdan o'rinlashtirib qo'ysizlar. Andin odam chaqirib nikah o'qitib olaylik. Qandaqli bo'lmasin, men muqaddas ibodatgohlarni tavob qilib kelgan ayol. Nikah o'qitmay turib bu uyga kirib chiqib yursizlar. Haqlar so'z cho'chaq qilmamdi. Shunga qoida bo'yicha odam chaqirib nikah o'qitib olaylikmi? To'y xitini kerak olsaqmi bo'ladi-ku, ha? Bo'ladi. Ha, endi qanday qildik? Gap qilmamsa? Endi sening nafsingga qo'ygandir. Lekin pul xarjlagan kishining niyati bir er bilan to'lishlar emas ekan. Sanza. Hammasi uy uchun ku. Acaba bu uy uchun ishlaydigan menlimi? Endi chog'da u. Bir odam tanishtirsanglar bo'ldi degan. Onun sizni bir ko'rikli ish boshlab kelishini kim bilibdi? Sencho, oxiri mush uyni vayron qilasan. Endi
Endi qandaq qilib? Nikah o'qitishga qo'shilganingiz uchun u menga yana nurg'un pul berdi. Pulni olgandan keyin ishimizga tiqib olsak qandaq bo'ladi? Undaqda menchi. Men degan yog'och emas. Mening oldimda turibotqani balki kishini maftun qiladigan nazokatni urg'ib turgan bir ayol. Biz uni oltimoq tugul. U meni ozdirib ketadigandek turdi. Bir kun emas bir kuni mendan ayrilib qilib, kim yurib yig'laysan-kin qani? Shu vaqtda ko'ramiz. Mumkin emas. Men uningdan yosh, u mendek chiroyli emas. Yana bir qiz bir o'g'limiz bor. Da'vatgan kepini. Sadaqan ketay Abdulla. Nemishqisiz hamma ishni yomoniga jo'raydigansiz. Qizimizning shahardagi o'qish pulini topshirib bo'ldim. Uning qanchalik xo'shligini sizmi ko'ryapsiz? O'g'limizning o'qishining g'amini qivoldik. Ular to'liq o'tirni bitirgicha biz jon tikib ishlasak, ular oliy maktabga kira olsalar, biz murodimizga yetmamdik. Biroz chidaylik. Balalarimizning kelajagi uchun, bizning kelgusimiz uchun bir mezgil bardoshlik berim. Sizni iyak ivatishga mening ko'nglimni unaydi demisiz? Yolg'ondan bo'lsa nikahni qilaylik. Endi biz haqni oldiganni oz deb Xudoni aldaydi ekanmiz-da? Endi qanday qilamiz? Bizni Xudo o'zi kechira. Xudo bizni kechira. Navoda hukumat bilib qolsa qanday qilamiz? Bu qonun bir taqilg'ash tursa. İnim Abdullah, kechirgaysiz. Ahvoldan qaraganda to'yxata ammabsizlar. Shunga bu nikahni o'qishga bo'lmaydi. Ahmadjon sizningcha shundoq. Hozir jamiyatda ba'zi oxun imomlar ozgina pulni ko'zlablar. Kim taklif qilsa, to'yxatini surishtirmaylar, berib nikohini o'qib, qo'sh nikohni qilmishni paydo qilyotdi. Bunun bilan nurg'un qizlar ham nurg'un oilalar bu xil qilmishning ziyniga uchrab, xoni vayron bo'ldi. Shuning uchun bu nikohni o'qimaganimiz durust. Albatta. Sizlar undaq odamlardan emas. To'y xitinglarni epoplar bizni chaqirsanglar, kelib nikohinglarni o'qib qo'yamiz. Bo'ladi. Kechirsizlar. Choyni ichdik, yeydiganimizni yedik. Ham biz qaytdilar. Shunday qildi. Qani. Amin. Amin. Allohu akbar. Rahmatimiz. Biz qaytamiz. Qani. Bo'ldi, uzatmaslar. Qilqaslar. Yo'q bo'ldi. Biz ustib chiqili. Ma'qulamiz. Ma'qul Abdurmajika, Ahmadchinika, Mijidka xafalaşmaylar. Xo'sh hamsa. Xo'sh hamsa. Har qaysini xabar qilib aytdik. Rahmat. Xo'sh hamsa. Oy. Qani, jo'qirasizlar. O'tiring. Yo'q, siz o'tiring. Yo'q, o'tiring. Ularning deganimi to'g'ri. Ularmi bizga yaxshi bo'lsin deydi. Aldırgan yolda qala degandek ish bo'ldi. Shuni deyman, meningcha bu ishga ancha aldirib ketmasak bo'g'dik. Singlim Maryam. Bu gap sizning gapingizga o'xshamayli qoldi. Men asli Abdullah bilan bir mezgil sinishib, ondan to'yxat olsaqmikin deyishgandik. Endi hamon oldigan bo'lgandan keyin
Vaqtida evitaylimekin deyman ha. Bo'lmaydi. Sizlar texmini tushunmaylar. Voy, nimishqa tushunmaydakmi? Rostdan desam, sizni tunji ko'ribla yoqtirib qo'ygandim. Bu mening texi ballarim bor. Ularning qanday o'ylaydiganligini kim biladi deylar? Men o'ylab qo'ydim. Balalarning onasiga ozroq pul berayli. Hozircha balalarga u igidorchilik qilib tursin. Biz to'y qilib bo'lgandan keyin qachonli bo'lsa balalarni qishimiz ayqvasak bo'ldi emasmi? Yo'q. Bo'lmaydi. Navoda ikkimiz abdishamay qolsak, shuncha jiq pulni qanday to'lab beramiz? Sizlar bizning ishimizga zotli ko'ngilshmayotdilar. Men undaq ushuq, ta'tir mijoz ayol emas. Hamma ishni o'z ixtiyorlariga beraman. Navoda men ko'ngillariga yoqmay qolsam, men bilan birga o'tkinlari kamisa, oylik ketsakmi bo'laverdi-ku. Pulni talab qilmayman. Abdullah, Hoji madamning deganimi xeyli o'rinliq. Bo'lmasa Sen zot ayollarga nima ish bo'ldi? Qandoq degan gap bu? Abdullah, chiqdingizmi? Akilan, ajrashqinimizni haq o'qib qolmasa. Nikahımı ajrashdik. Hammani dignidak qildim. Aqilti yaxshi bo'lg'ay, ilohim. Men uyda yo'q chaqlarda o'ylarimlarning ishlariga yetishmasam, uydagilarni yordamga chaqirasan. Endi bolalarga nima demoqchisan? Ish qilib rost gapni demasmi? Bo'lmasa ular boshqacha o'ylab qoladi. Lekin ularga deydigan bo'lsang, ko'ngli yerim bo'lib bizni ranjidi-da. Amsi qanday qilamiz? Amal qilib tezroq yenish olamiz. Sizmi u yoqda uzun turib ketmang. Bolalarni yo'qlab uyga kelib turishni unutib qolmang. Menga yordamlashib turasiz. Sening bundoq yomonligingni men hargiz o'ylab boqmabdiganman. Yomon? Bu nima deganingiz? Boshqalarni aldab qolmay. Menimi aldidim. Men seni rostli bo'shaqlab ekanman. Mana endi o'z uyim turug'liq. O'z uyimga qaytamaydigan bo'ldim. Men zodi nima qildim? Men zodi nima gunoh o'tkazib qo'ydim? To'y qilib mushkungacha mening sizga 50 qo'yliq bir narsa og'izgan yerim bormi? Siz meni tushunmisiniz? Meni endi kim tushundi? Vallahi deymisan? Bana bu nima ko'ngilli? Voy, bo'ldi, yig'lamag'ina, bo'ldi, yig'lamag'ina. Hammasimiş bolalar uchun-ku. Mübarek olsun. To'y qilib o'psizlar. To'y bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Muborak bo'lsin. Muborak olsun. Allah Tamam, merhamet. Mübarek olsun, mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Gel oğlum. Sokağa oturma. Bana oturma. Ha, bol.
İlislah deyman, ilislah. Özgürme aslan. Benim. İlislah. Opa, kuzgum içip gitti. Balam, ben kalın sıyıq etip, andın tamaq etip bereysizler tapşırğınlarını işlanglar. Ukam, yaqindan beri apamның kayfi tas joyida emas. Ula nemiş qochirishib ketgandi o. Bir haftadan o'tib o'tibdi-ku. Rastını desem, ularning bizga bildirgisi yo'q ekan. Esandimi? Heyliq kuni kechda apam dadam ikkisi qattiq so'qishib ketmadimi? Şun ula yaqindan beri g'alit bo'lib qopgan-da. Bo'ldi, topshiriqni yoza. Endi sen hayvon qaldırma meni bo'zaq qilmagan. Tepe! Mana tepe! Tepe! Ana! Islah, asta. To'xtab tursizlar. Asta. Mayaqqa. Oilislar. Bilemsiz, ben aselden arak çıkmagan bugün mimarlı ussuzlukka arak arlaştırıp işküzü ötüptü. Hiç ne bulmaydı. Oy, ne buldular? Astıydı asla. Çıraylık, bek çıraylık. Benim xotnum bek çıraylık. Bilemsiz. Bek çıraylık. Bugün hiç gelmeydi bu. Hiç çıkmadı. Meryem adam tek gelmedi mi? Kündür bakış kep bulup duran. Şimdi deyme. Boğan yok. Saatin 1'ye gidip.
Şu emasmi? Tünügün sizlarni ko'rdinglar-ku, u dehqon bo'g'ashqa bek yuvosh sodda odam ekan. Keyingi ishlar albatta o'zimga bog'liqda. Anam doim banda oldirgan bilan Xudo oldirmaydi deydi. Har ishning o'z vaqti soati bo'ldi ekan. Shunday emasmi? Tog'amning idorasidagilar uning usuzligiga haraqni qo'shib ishkizib yetibdi. Ta hozirgacha masliga yechilmay tiq uxlayotdi. Shundaq qarmoqqa bek temkin gap so'zlarimi o'rinliq ham qoidasizlik ekan. Agar dadam bilan opam ko'rgan bo'lsa, cho'qim qo'shilib ketadi-da. Shunday bo'ladi. Shu. Shunday qilamiz-da. Hay, men sen keyin telefon qilaman. Voy. Mijozlar yo'qmi? Abdulla? Nim bo'ldilar? Sizlar bu men Obda uxlabdimi? Kechirsizlar. Akşam ular menga ko'proq ishga o'tibdi. Sizlarga avorchiq deb bermagandimi? Voy, yo'q. Kechini shunday yaxshi o'tkazdik. Abdullah, mavo kiyimlari o'rinlardan turib, juyinib. Hojimadan almashtiryapsizlar, ha? Mana. Uningdagi choy iching. Men o'lay. Hey. Astagfirullah. Hojimada, hali sut chiqotdim. Oy, undaq demang. Endi tuqqan bo'lib qoldik emasmi? Kechirsizlar Hojimada. Maryam odam sut to'kinini texchi oshmabdi. Nima? Sut to'kinini oshmabdi? Yo'q. Nemish bo'lgandi? Bo'pti demisa. Sinchoy damlayvering. Ma'qul. Chaqqan bo'ling. Nima? Maryam sut to'kinini texchi oshmabdimi? Oshmabdi. Abla. Ben berib ballarni ko'rgach uni yo'qlab kelay. Ma'qul. Emiz ikkimiz birga boraylik. Tunugin o to'yg'imi kelmadi. Men qarasizlar, sizlar aldirab bormisizlar. Men bu ballarni burun ko'rsatishni xohlamayman. Uning ustiga mahaldagilar so'z cho'chaq qilib qolmasa yana. Nemish so'z cho'chaq qildik? Shahardan bir ojiqinimni boshlab kelib, bizga ko'z qilg'in kapti demamdi. Bo'pti demisa. Sizlar chapsan juyinasizlar. Men ballar so'zni ham tayyorlab qo'yay. Meryem! Abdullah. Meryem. Abdullah. Meryem.
Ben sizlarni unutib qolmadim. Ben sizlarga o't sepray. Meryem, özümüzün kalısının sütüdün bir içine ekiline. Bek içkim kep ketdi. Amına. Ötdiyeni bir miymigen mi? Oy. Bu neyken dükkanını açmay koymakçı mı? Ben bek ensirip gitedikenme. Mundayken deysiz go. Qaytib kelginiz yok mu? Xuda turuptu. Müşkemnin özdüla bu öyden hergiz ketkim yok. Meni aldımam. Ben sizni kaçan aldap bakkan? Qağaz qilan bormi? Nima qilay deysiz? Ben şu to'g'riliq qasam qilamanki, 2 oydan keyin bu uyda... Nima? 2 oy? Ems qancha kun? 15 kun. Ha, bo'pti, 15 kun bo'lsin. 15 kundan keyin bu uyga cho'qim qaytib kelaman deb Abdullah. Men. Ay, u qanday qaraq? Bo'ldi, mushkatlarni so'ramang. Hacimede atak oldu. Abdullah akamda böyle sokatip yapıp qarlap gitipti. Onu başka yüleştirip ekilivattı. Kıyede. Allah astır. Oy Abdullah. Kıyani sokuvetti. Qayrilib ketibdi. Astarak safağı verip o'tağızınla. Astarak oldu. Astarak. Xosiyat chaqandak bilan tuxumatchiq. Mana. Hech qiz yo'q. Xudoyim. Bek og'riyotamda. Hojimada, boshqa ish bo'lmasa biz qaytaylik. Oy, sizlarga rahmat. Sizlarni avval qilib qo'yibdi-qa. Yo'q, unda rahmat. Rahmat. Ma'qul qo'shamisan. Mana, olib chiqdim. Mishama. Asta. Oy, nada so'qyapti. Astag'firullah, nima palakatchilikni. Oy, og'rib ketyapti-da. Oy, xudoyim. Azroq chidisizlar. Tolımı xijilman. Sizlarga hech chiqib bermay turibla sizni parakanda qilgan bo'ldim. Undaqmi deb ketdingizlar? Ikkimiz degan er-xotin tursak.
Ma'qul bo'ladi.谢谢啊。我要办公机。钱给你了。Mərimədə. Ay, teşlikmi? 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 Hacı mədəm qanda qara. Yaxşı. Abdullah akamı yaxşı. Məryəmədə öyə kirib oturub paranlaşıb getdin, hə? Qancha qalsız? Yarım kilo bo'lsin. Sizchi? 1 kilo. Mana bu. Mən. Rahmat. Ular chiqishib qoldimi? Ular bək chiqishib ketdi. Məndən salam et. Teslab qo'yib beray. Ma'qul. Aldırmışlar. Astarak. Bo'ldi, qo'yib paslar, o'zim men paqay. Rastdan yurmandim. Bo'pti, men paqslar. Qanday qilmaganim ekanman? Rastli yaxshi bo'lib qoplar. Cisle. Oy, Məryəmədə. Teşlikmi? Qani kira. Oy, asta. Men chiqib qarab baqay. Teşlikmi Hacımədə? Siz yetdiniz? Yaxşıdırdınızmı? Teşlikmi hazırda setib olub, yoxlab chiqay deb kirib edim. Oy, rəhmət. Yaxşımısınız Abdullah? Oy, Xudayım, bu neymiş? Tey çıxın. Oy, nim bo'ldi? Qachon shundoq bo'lgan? Xasiyat menga demidi-ku. Oy, Xudoyim. To'yning atisi atdiganda, u sizning do'konni ochmaganingizni ko'rib, bolalaridan ansirab, sizlarni yo'qlab kelgili ketgan. Qaytib kelayotganda, velosipedlik birisi suv quyib ekan. Sizlarni ansirab qolmasin deb degizmidi? Jiroyatingiz ig'irmi? Yo'q. Hech gap yo'q. Qaraganda nikoyimizga hasad qilayotganlar bor o'xshaydi. Ko'z tekkandek ish bo'ldi. Men qarang Abdullah. Yomon ko'zning xoli bo'lish uchun sirtqa chiqqanda kambag'allarga oz-to'la sadiqa berib o'taylik. Kelgan balo qazo shuning bilan keta. Shundaqmi Maryam singlim? Hech yo'q. 9 kun bo'ldi. Yana 15 kunga qolmay saqib ketaman. Bo'pti. Ig'ir bo'lmasa mayli-ku. Men qaytay. Yana berib baloq tamoq etmasam bo'lmaydi. Mening bolarimni yo'qlab qo'yasiz. Ularni bak sig'inib ketdim. Ularga deb qo'ying. Men pat arada qaytib borman. Ma'qul. Ularni bak sig'inib ketdim. Ularga deb qo'ying. Men pat arada qaytib borman. Voy. Aman Abdullah. Shundaq. Nima? Ma'qul. Ma'qul. Bo'ldi. Bo'ldi. Boyaq telefon kimdan kelibdi?
Abdullah? Bu yoq kesler. Bayqı telefon yurtlardan kepti. Dadlar ağırıp doktorxana yetib qapti. Doktorxanda? Bak ansirab ketmisizlar. Nim bo'lgandi? Eng yaxshisi berib yo'qlab kelganlar yaxshimikan deyman. Bak ansirab ketmisizlar. Xudoyim shifoliq berib qola. Darhol yo'lga chiqsizlar. Men bilan billa bosli bo'pti-ki. Baray. Men birga baray. Ketdi. Akşam telefon keptiken aldıratlı ketip kaldı. Nem boğunu ben mi bilmedim. Hoş, ben kettim ha. Ay. Good.
Meryem! 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 Sen... Ben Udurlu Aydın'da kaçıp geldim. Vallahi ne? Kallah çok. Kallah sikrettim. Vallahi afatı kapıp koydum. Bu ne mi kızını? Sizden kaçak birisiz. Onun dadısı yemini kazak gitti. Siz yeminin eğrim. Ben hazır onun mu yeri? Bu diye sakta. Kim saktaydı o? Sizge o netçilik Erkut'um. Ya onunla bükünlük bozum Erkut'um. Sizge o gerek bundan mı? Sana çok. Sana ben gerek mi zaten bulma. Bu evden kaçıp yakışkemezsiniz. Bu evde. Vallahi size gerekmiyor. Meni sadın nemi kıldaysa? Bana azırak vakit vermemse. Onun bilen toy kılış kustağımı sen. Onunla ajırış kustağımı yanılı sen. O hazır musibet üstüne tutsa. Meni sadın nemi kıldaysa? Ondaqda mənçim. Ona şunchalik ko'ngil beradi ekansiz. Meni nimish qo'ylabmi qo'ymaysiz? Mush chiqqaydan beri meni nima qilayotganini bilamsiz. Bunun hammasi seni gazaptım. Sana pul kerak emasmidi? Bir yo'lda hem pulga, hem odam girishmaysan da. Hamsi men kim uchun shunday qildim? Mush uy. Hem bolalarimiz uchun shunday qilmadim. Hamsi menchi. Men sening nafsoniyatchigingni qurbon bo'lib ketdim. Keling. Uning siz pullarini olib bering. Olib bering. Men hamma kallan setib. O mening erimni pulga setib olmadi, qarg'ay qilmasin. Hey, u onli qachon meni setib olgan? Esingda yo'qmi? Men hozir onunla qonunliq er-xotin. Buni suhbat bo'lganmi? Niyati buzilgan asli siz ekansiz. O bayxotin allaqachon ko'nglingiz yugurib qolgan. Og'zingni bu ishga men ayblik. Men sening gaping kirganligim uchun gunohning hammasi menda. O bayvas nima bo'pti? Buni chidamayapsiz. Bu nomussiz bishim. Ben bolalarımni demisem, ben uyaga berib, seni mushkunga qo'yatdimmi? Men mushu uyni demisem, to'yning atisini putimni zaxmlantirib Mushularning hammasi sizlar uchun-ku. Men faqat o ayolga yuzsizlik qilmayapman. Acaba menda boshqa niyat bormi ekan? Mening maqsadim burra qaytib kelish. O yerda farog'atda yashab, bu yerda g'urbatda yashasam-mu? Men yanılı ikki bolaning dadısı. Bu uyni mana sen o'zing terib beran qilding. Lekin mening u begona ayolga azob bergim yo'q. U degan gunohsiz. Abdullah! Süleyman azar verdim diyelemler. Xasiyetsizni naimlikni qo'ymadi. Hamma ahvolni menga dedi. Bo'lmasa hajim, men sizlarga tushundiray. Sizlar ishqillar. Birlashib meni qoqdi so'qdi qildinglar. Yana meni ishonchimni hissiyotimni dafsanda qildinglar. Sizlar nimishqa mushunday qildinglar?
Özünüz mecburlagan. Ben pullarınızı kaldırıp apırıp bergen bu. Lekin siz... Ertep şinetip çın turvandınız mı? Lekin ben sizni layık tanıştırım dedim. Herkes mi? Eriniz bana setip erin demedim. Nikah kılımız, toy xitalımız degen özünüz bu. Abdullah. Meseleni samimi, ah ko'ngil yuvosh odam deb o'ylab ekanman. Lekin munda rezil pastkash odam deb o'ylamabdi ekanman. Komiser hacım. Seni mende hülençigi yok. Bir yegane ayolni bo'za qildilar, mushqa alırga hijil bo'lmandilar. Seni shunchoq bag'ir tashladimmi? Komiser hacım. Erimni tillashda nima haqqingiz bor? Bo'ldi. Shunda mening sizlarni tillashga haqqim yo'q. Men nima degan ahmoq, nima degan hamoqat. Umrimgina ishinib ketibman. Bo'lmasa mening turmushim shundoq baxtsiz bo'larmidi? Bo'ldi. Yig'lamizlar. O'rtaslar. Pulning eziq turishiga yo'l qo'yganmi o'zim? Nafsining kayni kirganmi o'zim? Kam aqlli qilib oldi kaynimni o'ylab ko'ymabdiman. Hamma ayib menda. Meni kechirsizlar. Meni afu qilg'aysizlar. Xudo meni yetkichi jazoladi. Tinch xotirjam oilamni yo'qotdim. Bir ayolning menga bo'lgan hurmatini yo'qotdim. Xudo. Erimde ikki bolamdan ayrılıp qolmag'ayman. Komiser hacım. İkkimiz toy qilib, meni az kun bo'lsa-mu kutganlari uchun ko'pdan ko'p rahmat. Lekin pul hammaga qodir emaskan. Mo'rt kelganda baloy qazo olib keldi ekan. Bu pulni asla Abdullah! 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 Ah! Abdullah! Abdullah!
Bu darvaqa bir ko'ngilsiz hikoya. Bir haftadan keyin Abdulla kala sotgan pulni Gulnisa hojimga qaytirib berib, uning bilan nikohdan ajrashib, o'z uyiga qaytib keldi. Halbuki uning keyingi kunlari yana burunqidek tinch, xotirjam o'talarmi? Eng oxiri ular zodi nimaga erishdi? Nemini yo'qotdi? Hayatından ketmez hiç yar veya gidil kuşluk çekip kalbini uzman gidil aramini ne için sendeki şu şirin söygü basar mıydı bu taşlar